deganlar uchun. Birinchidan, optimizatsiya qilingandan keyin telefoninglar qochishi kamayadi. Ikkinchidan, zaryadinglar ketishi astalashadi. Uchinchidan, telefoninglar PUBG'da ancha stabil ishlashni boshlaydi bolalar. Xo'p, gapni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Videoni boshlashdan oldin bir dona like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani boshladik bu. Birinchi bo'lib nastroykaga kirib olamiz bolalar. Va nastroykaga kirgandan keyin eng pastiga tushamiz bolalar. Va bu yerdan Svedeniya o telefonani bosamiz bolalar. Va bu yerdan ham sal pastga tushamiz va Svedeniya po degan tugma bor. Mana shunga bosamiz. Va bolalar pastroqda mana nomersi borki, mana shuni ustiga 5-6 marta bosasizlar va sizlarda для разработчиков degan joy ochiladi. Menda hozir ochilib bo'lgan, shu uchun shunaqa yozuv chiqdi. Va bu botdan chiqamiz bolalar. Mana pastda для разработчиков degan joy ochildi bolalar. Endi qiladigan ishimiz tepadan poisk tugmasini bosamiz. Va bu yerga razmer buferi yozamiz bolalar. Mana razmer bufer jurnali chiqdi. Endi ichiga kiramiz. Keyin botdan pasroga tushsanglar mana razmer bufera jurnali bu. Mana shuni ustiga bosamiz. Va bolalar botdan eng maksimalnisiga qo'yamiz bolalar. Ba'zilarda 16 bo'lishi ham mumkin. Mana shu eng maksimalnisiga qo'yib olamiz. Va botdan chiqamiz va yana poiskga kirib уровень jurnala yozamiz bolalar. Mana tepada yashil logotiplik chiqdi. Mana shuni ustiga bosamiz. Va mana уровень вивида jurnala degani chiqdi. Mana shuni обязательно varin deganiga qo'yamiz bolalar. Va bu yerdan chiqamiz va qidirishga настройки game booster deb yozamiz bolalar. Mana shuni ichiga kiramiz. Va настройки для отдельных игр bolalar mana belgilab ko'rsatyapman. Ichiga kiramiz va bu yerdan PUBG Mobile belgilaymiz. Bu yerdan optimizatsiya igrini птичка qilib qo'yamiz va sbalansirovniga qo'yamiz. O'rtada turibdi. Va FPS ga o'tamiz va FPS ni eng oxirgisiga qo'yamiz. 60 turibdi menda. Keyin razрешение ekrani. Mana shuni ham птичка qilamiz va buni ham oxiriga qo'yib qo'yamiz bolalar. Oxirigacha belgilaymiz. Oxirgisi qoldi увеличение частоты кадров. Mana shuni включение qilib qo'yasizlar bolalar. Bo'ldi, endi saqlanib qilib chiqib ketamiz bolalar. Endi yana для разработчиков degan bo'limga kirib, pastda grafический driver degan tugmani bosamiz. Va botdan PUBG Mobile topib olamiz. Pastroqda bo'ladi bolalar. Mana PUBG Mobile ustiga bosdik. Va botdan System Graphic Driver turibdi. Mana shuni ustiga belgilab qo'yishinglar shart bolalar. Bo'ldi, endi bitta orqaga qaytamiz va pastroqga tushsanglar, trassirovka sistema degan tugma bu bolalar. Mana shuni ustiga bosamiz. Va kimda mana shular yoniq turgan bo'lsa, hammasini o'chirib chiqishinglar kerak bolalar. Va mana pastroqda kategoriya degan bo'lim ham bu bolalar. Mana shuni ichiga kiramiz va hammasini o'chirib chiqamiz. Faqatgina Power Management qolish kerak. Bitta Power Management qoladi, qolgan hammasini o'chirib chiqamiz bolalar. Xo'p, botdan endi razmer bufera для каждого protsessora. Mana shuni bosamiz va eng oxirgisiga qo'yamiz bolalar. Endi yanada pastroqga tushsanglar bolalar, удаление сохранение file degan tugma bor. Mana shuni bosamiz va удалить tugmasini bosamiz. Bu nima qiladi? Bu telefondagi yig'ilgan keraksiz keshlarni tozalashga yordam beradi bolalar. Xo'p, endi PUBG nastroykasidan ham 1-2 ta narsani to'g'rilab qo'ysanglar, 100% TDM papasi bo'lishinglar aniq bolalar. Hamma grafikani men qo'yganimdek qo'yib chiqishinglar kerak bolalar. Va bolalar hammasi tayyor, telefoninglar optimizatsiya qilindi. Endi bundan keyin o'yininglar 2 baravarga kuchayadi. Ayniqsa meni Telegram kanalimdagi VPN ni o'rnatsanglar bo'lmi? Bay. Xo'p jigarlar, bu videoni sizlarga foydali bo'lish uchun chiqardim. Shuncha mehnatimni qadrlagan holda bir dona like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz yetadi. Ha, albatta, qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ysangiz, kelasi chiqadigan videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rasiz.